birinchi bo'lib Allohni so'raydigan narsasi, ey nahiy munkar farishtalari qarang, 7 a'zosida sajdani asari bormi deb so'rar. 7 a'zoni payg'ambarimiz alayhisalom bizga ko'rsatib berdilar. Peshana deb turib burunni qo'shib ko'rsatdilar. Bitta a'zo, sajdaga tiriladigan ikkita kaftingiz 3 ta bo'ldi. Tiz cho'kadigan ikkita tizingizni ko'zi 5 ta bo'ldi va namozga, sajdaga yiqilganimizda oyog'ini qayilib turgan uchlari, ikkita oyog'ini panjasini orqalari, bular 7 ta a'zoga aylanadi. Va mana shu 7 ta a'zo inshaalloh qabrimiz suvalib, guvalashtirilib bo'lib zimistonda qolganimizda sajda ahlining mana shu 7 ta a'zosidan nur chiqar ekan. Demak, bu chiqqan nur Xudoning marhamati bilan bizni namoz o'qiganimizdan hujjat darak bo'lar ekan. Va haqiqatan ham nahiy munkar farishtalari Alloh undan sajdani asari ko'rinyapti deb turib guvohlik berganidan keyin chiroyli muomala qilinglar. Bu bandam mani xos bandalarimdan deb Alloh taolo yonimizga tushar. Demak, kimga shu yaxshilik kerak bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom shu narsani olsin deb marhamat qildi.